Sirdaryoda bu galgi tadbirkorlar qabuliga 32 nafar tadbirkor ro'yxatdan o'tdi. Bu shunchaki oddiy qabul emas. Ortida yangi loyihalar, ish o'rinlari va yechim kutayotgan masalalar turibdi. Hafta davomida ushbu murojaatlar ishchi guruh va mas'ullar tomonidan birma-bir ko'rib chiqildi. Mas'ullar joyiga chiqdi, hisob-kitob qildi, imkon bor masalalarni shu joyning o'zida hal qildi. Natijada bir qator muammolar qabulga qolmasdan bartaraf etildi. Ammo barcha masalani bir kunda yopib bo'lmaydi. Ayrimlari muddat talab qiladi. Yana ba'zilarda ijrochi to'liq aniqlanmagan. Ana shunday murojaatlar to'g'ridan-to'g'ri viloyat hokimi, viloyat prokurori va adliya boshqarmasi boshlig'i ishtirokida ko'rib chiqildi. Tahlillarga ko'ra, murojaatlarning asosiy qismi moliya, kredit, yer va kadastr, shuningdek, ruxsatnoma va infratuzilma masalalariga to'g'ri kelmoqda. Bu esa kelgusida aynan shu yo'nalishlarda tizimli ishlarni kuchaytirish zarurligini ko'rsatmoqda. Qabul yakunlari bo'yicha muddat talab etadigan masalalar alohida nazoratga olindi. Ijrochilar biriktirildi va bajarilishi yuzasidan aniq topshiriqlar berildi. Qolgan murojaatlar bo'yicha ishchi tartibda ish davom ettiriladi.